Xalqarada irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazish bilan ayblanib kelayotgan Xitoy hukumatı Uyg'ur rayonida davom qilayotgan jinoyatlarni yoshirish va Xinjiang yaxshi joy tashviqotini qanot yoydirish uchun yaqinqi mezgillarda Xinjiang sayohatchiligini kuchab taraqqiy qildirmoqda edi. 5-oyda Xitoy Madaniyat va sayohat ministerligi Xinjiang yaxshi joy sayohatchiligi maxsus planini e'lon qilib, rayonda sayohat nuqtalarini ko'paytirish, mulozimat va tashviqotni kuchaytirishni talab qilgan. Uyghur Abdunum rayonluq hukumat 27-may kuni Turpanda o'tkazgan 2024-yillik Abdunum rayon sayohatchiligini taraqqiy qildirish cho'ng yig'indimi Uyghur rayonini davlat ichi va sirtidagi sayohatchilar talpindigan go'zal makonga aylantirish chaqiriqi ilib borgan edi. Xitoyning irqiy qirg'inchiligini pardozlashni maqsad qilgan bu Xinjiang sayohatchiligi strategiyasi Amerika va Yevropa davlat parlamentlarida hamda kishilik huquq sohasidagi mutaxassislar tarafidan irqiy qirg'inchilik sayohati deb atalib, chet el sayohat shirkatlarini Uyg'ur rayoniga sayohat tashkillamaslikka chaqiriq qilinib kelmoqda. Xitoy doiralarining chet ellik sayohatchilarni Uyg'ur rayoniga jalb qilishni kuchaytgan, o'xshash bir vaqtda, ya'ni o'tgan oy Uyg'ur diyorini ko'zdan kechirgan Xitoy Kompartiyasi siyosiy bürosining a'zosi, siyosiy qonun komitetining sekretari Chen Wenqing bo'lsa, terrorlikqa qarshi turish harakatini normallashtirishni ta'kidlagan edi. Darvaqa Xitoyning rayondagi sayohatchilikni kuchaytirish bilan teng sayohat va manzil rayondagi taqiblash mexanizmini kuchaytganligi oshkorlanmoqda. Xitoy Jamoat xavfsizligi idorasi boshqarishidagi qonun bilan idora qilish kundalik xabarlari 29-may tarqatgan Xinjiang Jamoat xavfsizligi idorasi sayohat soqchisida yangilik yaratib, sayohat bexatarligini qo'g'dash punkti markasini yaratdi nomli xabardan oshkorlanishicha, bu yil, ya'ni 2024-yili sayohatchilik yuqori to'lqini boshlangan yoz fasli kirishi bilan Uyg'ur Abdunum rayonining jamoat xavfsizlik organlari sayohat orqali Xinjiangni gullantirish strategiyasini amallashtirish uchun sayohat soqchisi sayohatni birlikda qo'g'dashdan iborat ikki alayda harakatni yo'lga qo'yishga boshlagan. Xabarda Uyg'ur rayonining har qaysi joylaridagi soqchilar har xil usullarni qo'llanib sayohatchilarga manzillik joylar va manzillik rayon xizmatchilariga qonun bilan idora qilishni ilgari suradi. Sayohatchilarni ongli holda qonunga rioya qilishga yetaklaydi. Manzillik joylarda sayohat tartibini qiliblashtirish uchun qonun bilan ta'minlaydi deyilgan. Xabardan ma'lum bo'lishicha, sayohat soqchisini yengilab, asosliq sayohat nuqtalarida sayohat bexatarligini qo'g'dash punktini ishga kirishtirgan bo'lib, bu punktlar sayohat qorovul sistemasi bexatarlik chorlash soqchisi va boshqa ko'chma aylanma xizmatlarni boshqarishning bir xil boshqarish shakli ekan. Xitoy doiralari tashviqot vositalari orqali o'tgan yili Uyg'ur rayoniga davlat ichi va sirtidagi 255 million sayohatchini kutib olib, tarixdagi eng yuqori rekordni yaratganligini tashviq qilish bilan birga yana 2024-yili keladigan sayohatning yuqori pallasi shubhisizki Xinjiangning ommaviy bexatarligi uchun yana bir sinoq bo'lganligini ta'kidlamoqda edi. Qonun bilan idora qilish kundalik xabarlarida deyilishicha, Uyg'ur diyoridagi har qaysi sayohat nuqtalariga saplangan sayohat soqchilarining muhim vazifasining bexatarlik boshqarishni birinchi o'ringa qo'yish ekanligi ta'kidlangan. Jamoat xavfsizlik idorasi yana manzillik joylarda soqchi mulozimat nuqtalarini qurgandan boshqa maxsus guruh tashkillab, manzara o'rinlaridagi yoshirin bexatarlik xavfini tezdan bayqash va bexatarlik kapolati bilan ta'minlashni talab qilgan. Mukammal Saqchi Dövleti nomli kitobi orqali Xitoyning Uyg'ur diyoridagi yuqori texnikalik ta'qib qilish sistemasining mexanizmini ichib ko'rsatib bergan avtor va oliy tadqiqotchi Jeffrey Kane o'zining radiomizga 11-iyun avatgan yozma analizda mundaq deb o'ttirib qo'ygan. Xitoy Kommunist partiyasi hokimiyati oldingi necha 10 yilda Tibet xalqiga o'xshash strategiyani qo'llangan. Bir rayon tashqi dunyoga taqilib qolganda u yerda insoniyat qarshi elib berilgan barliq jinoyatlardan gumon paydo qildirdi. Ammo Xitoy Kompartiyasi sayohatchilarga rayonlashganda bu yerda hamma ishlar yaxshi deb ko'rsatishga urindi. Bu joyda ularning an'anaviy san'ati va madaniyatini namoyon qilish bilan bir vaqtda Uyg'ur xalqini bostirishni maqsad qildi. Ular kishilarning Sharqiy Turkistonni sayohatchilarga erkin va do'stona, esil yemaklik va velosiped sayohat qilishda ko'ngillikdek joy sifatida ko'rishini umid qildi. Bu Xitoy Kompartiyasi uzundan buyon Uyg'ur xalqiga qarshi elib berayotgan
bir xalqni o'z millatidan zeriktirib boshqalarga havaslantirishning bir shakli. Ular bu soqchixonalarni sayohat bexatarligini qo'g'dash punkti deb o'zgartish qilish orqali dunyoga boshqacha do'stona obrazni ko'rsatmoqchi bo'lyotdi. Har qanday chet ellik sayohatchi ularga yaqinlashib yordam talab qilsa bo'ldi. Bu ularning faqat sayohat soqchisi ekanligidek ta'sirat berdi. Ammo haqiqat texmi qabih. Ular bu yerdagi yerli xalqni nazorat qilish va ezish uchun bu Xitoy kommunist hukumatining Uyg'ur xalqiga qo'rquv silishni qonunlashtirgan yana bir hilasi. Darvaqa yaqinda Uyg'ur diyoriga sayohatga borgan bir Xitoy ziyoratchining Xitoy ijtimoiy taratqularida Xinjiangga qo'rqmay sayohatga kelinglar, bu joy davlatimizdagi eng bexatar sayohat manzili deb tashviq qilib tarqatgan qisqasida u Urumchida har 50 metrdan 100 metrgacha bo'lgan oralikda bir saqchiga ma'lum qilish punktini ko'rganligini, bog'cha, turli molla magazinlari sayohat nuqtalarining kirib chiqishida to'liq bexatarlik tekshirishidan o'tadiganligini bayon qilgan. 每隔50米就有一个报警点。乌鲁木齐的治安工作做得特别好，公园、商场所有的这些封闭式的有门的这些场所。Biz Urumchi va boshqa joylardagi atalmış sayohat bexatarligini qo'g'dash soqchi punktlariga telefon qilgan bo'lsaqmi, izchil ilinmadi. Bu xil bexatarlik uskuna va texnikalar saplangan kichik tipdagi soqchi punktlarining ilgari xalqqa qolaylik soqchi punkti nomida Uyg'ur elida 2016-yili Chenchuangu Uyg'ur rayoniga partkom sekretarligiga yo'tkab kelingandan keyin paydo bo'lishga boshlaganligi ma'lum. Onun Uyg'ur diyorini saqchi davlatiga aylantirishda qo'llangan eng nuqtaliq bexatarlik tadbirlarining biri ekanligi oshkorlangan. Shundaqla har 100 metr yoki bir qancha 100 metr oralikda birdan silingan bu xil punktlarning 2016-yilda Urumchining o'zida 949 ni qurish planlanganligi xabar qilingan edi. Ayni vaqtda doiralar qolaylik saqchi punktining saqchilarining bexatarlik signalini ilib 1 minutga yetmagan vaqt ichida, ya'ni 54 sekundda naq maydon yetib kelganligidek tez suratda inkos qaytarish iqtidorini tashviq qilgan. Oshkorlanishicha, atalmış xalqqa qolaylik saqchi punktining hajmi 120 kvadrat metr, 80 kvadrat metr, 40 kvadrat metr degandek bir qancha tur va o'lchamlarga ayrilib yasalgan. Tomlarga suzib aynak ishlatilgan. Bu saqchilarning 24 soat atrofni kuzatib turalishi, yo'chiqsiz chorlash ilib berish orqali kontrol qilish va jiddiy ahvolni tez bir taraf qilishga moslashtirilib, loyihalangan ekan. Qonun bilan boshqarish to'g'rining xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, bu xil kichik tipdagi saqchi punktlarining o'xshamagan joylarda yana boshqa nomlarda ham vazifasini davom qilayotganligi ma'lum. Qonun bilan idora qilish kundalik xabarlarining xabarida deyilishicha, Korla Bag'rash Naistiki 218 nomerlik tash yo'l bilan Shixay yo'lining kesish eg'izida Shixay xaritasi saqchisi degan belgini ko'gili bo'ladi ekan. Bu joyda saqchilar yurishlik zapchaslar va qulaylik buyumlarning hammasi bor bo'lib, bu jamoat xavfsizligi idorasi Bag'rash ko'li manzara rayonida ta'sis qilingan qatnash mulozimat punkti bo'lib, aldamchilikqa qarshi turish markaziy detalini tushirishni o'z ichiga olgan va jiddiy ahvolga taqobil turish qatorliq iqtidorlarni o'z ichiga oladi ekan. Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlari oshkorlangandan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komissarligi vakillarining Uyg'ur diyorini tekshirishga berishidan ilgari 2019-yillardan boshlab Xitoy hukumatining xalqaroning ko'zini aldash uchun bu xil atalmış xalqqa qulay saqchi punktlarining ba'zilarini bekor qilganligi, ba'zilarining aslidagi holati saqlab qilinib, qulaylik do'kon yoki mulozimat o'rinlariga aylantirilganligi ma'lum bo'lgan edi. Undaqda rayonda yaqinqi 7 yilda birmi terrorlik voqeasi yuz bermadi deb jar silayotgan Xitoy hukumati navbatda nima uchun yana sayohat nuqtalarida atalmış sayohat bexatarligini qo'g'dash punktini ishga kirishtirdi. Bu haqda radiomizda fikr bayon qilgan Amerikadagi siyosiy analizchilardan Maju Apandi mundaq dedi. 知道中国共产党正在进行着已经持续进行了很多年的对维吾尔人的种族灭绝。 Biz Xitoy Kommunist Partiyasining Uyg'urlar ustidan yillardan beri davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini yanada davom qilayotganligini bilamiz. Biz yaqinda yana uning rayonda har 50-100 metr qurgan saqchi punktlarini bekor qilishga boshlaganligi haqidagi ba'zi
ba'zi ma'lumotlarni angladik. Amaliyotda Xitoyning bu saqchi punktlarini bekor qilishi uning vaziyatning ehtiyojiga asosan elib borgan harakatining bir qismi. Bu hargizmi rayondagi taqibni bekor qilganini ko'rsatmaydi. Xitoy irqiy qirg'inchilikni ijro qilishni davom qilish bilan birlikda Uyg'urlarni kuzatish, ularni taqib qilishni davomlashtirdi. Hozirgi natijada Uyg'urlarning har sohadagi ilg'orlari yo'q qilindi. Siyosatga qarshi chiqqudek jur'atli kishilarmi asosan yo'qotildi. Ammo Xitoy hukumatı ularning e'tiqodini va ro'yini sundirishni davom qiladi va nazoratni kuchaytirish orqali ularning kelgusi qarshiliklarning oldini olish uchun ta'qib qilishni davomlashtiradi. Xitoy hukumatı terror bir hokimiyat. U o'zining hokimiyatiga qarshi fikrdagi Xitoy fuqarolariga qattiq qo'llab qilayotgan bir vaqtda ular Uyg'ur qatorli Xitoy emas millatlarni bosh qo'yamdi. Şuna Xitoy ta'qib sistemasidagi bu xil saqchi punktlarning ismini nima deb atishidan qat'iy nazar, ularning Xitoy hokimiyatining rayondagi mustamlikasiga kapolatlik qilishdan iborat tub nishoni uchun xizmat qilish vazifasi o'zgarmaydi. 不管它不转换成什么样的功能，这个集权专制的统治的这种制度。 Yaqında Xitoy doiralarining butun Xitoy jamiyatidan Uyg'ur eliga alayli ko'p sonda saqchi qabul qilishga boshlaganligi oshkorlangan edi. Munosabatli uchurlarda ularning ba'zilarining sayohat nuqtalariga yordamchi saqchi sifatida qabul qilinganligi qayd qilingan. Sayohat bexatarligini qo'g'dash punktiga doir Uyg'ur rayonidagi tashviqot vositalarining xabarlariga qaraganda 2024-yildan boshlab Uyg'ur rayonidagi jamoat xavfsizligi organlari saqchilarning aloqasi, saqchi fuqarolar hamkorligi va saqchi bilan yerlikning bir gavdilashishini davomli kuchaytirib, sayohat nuqtalarini universal boshqarish sistemasini uzluksiz mukammallashtirib, manzil nuqtalaridagi qatnash bexatarligi va chorlash, oldini olish, kontrol qilish xizmatini yaxshi ishlab, bexatarlik xavfini tugitadiganligini bildirgan. Tayyorlik Chegra, diqqat berganingizga rahmat.